9,5 naqd deyishsa. Ha, bir gap bo'ladi. Bo'lib qoladi, ha? Nasibiki bayram Yo'q, naqdga. 2,5 minglar bo'lsa beramiz. 5300 naqdga. Bo'lmaydi. 2,5 minglar bo'lsa beramiz. 5,5. Kraskasi qayerda dedingiz aka? Kraskasi yo'q. Tozami? Hozir 4,5 bo'lsa beramizmi? sal qilsalar beramiz. 100 qo'ysak beramiz, ha? 4600 dollarga beramiz ekan mashinani. 9400 mi naqdga? Oxiri 9,5. Nasibiki bayram 4600 dollar bo'lishi, avtomat korobka. Bir so'm xarajat qilmaydi. Xudo xolasa ustaga ko'rsatadi, ma'qul bo'lsa oladi. Ustaga ko'rsatsa ma'qul bo'lsa oladi. Bir hamma joy shotga xolos. Hamma joyga Bemalol tekshirib olamiz. Motor raqamsiz qilingan. 4600 dedingizmi? 4600. 4,5 ga beramizmi? Qay o'sha 100 tushib bering. Yo'q aka, bo'lishini aytdim sizga, Bo'lish. kanalingizni ko'p kishi ko'rgani uchun. Bo'lishi 4600 dollar bo'lmasa, avtomat korobka Spark. Telefon raqamingizni bering. Barchaga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Zerikmasdan yuribsizlarmi? Xullas, sizlarni zeriktirmaslik uchun mashina bozoridan video tayyorladim. Bu ikkinchi qism do'stlar. Birinchi qismni ham ko'rmagan bo'lsangiz, albatta kirib ko'ringlar. Xo'p, u yerda Lacetti, Gentra, Cobaltlar bor edi. Bu yerda ham hozir aralash. Lacetti, Gentra, Cobalt hammasidan Nexia 2 ham bor menimcha. Oxirgacha ko'rib, albatta fikrlaringizni kommentariyada qoldiring, like qoldiringlar. Xo'p, qayerdan ko'ryapsizlar? Albatta yozinglar. Bu men uchun juda qiziq va qanaqa mashinalar yana olmoqchisiz yoki kelajakda olmoqchisiz do'stlar. Buni ham yozib qo'yish esdan chiqmasin. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz va hammaga yaxshi avtomobillar nasib qilishini tilab qolgan holda videoni boshlaymiz. Bitta like bosib qo'ying do'stlar. Like bosish umuman bepul. Obuna bo'lamiz. Boshladik. Mashina olmoqchi bo'lsangiz qayerdan olay deb o'ylab yurmang, chunki men o'zim sizlar uchun avtosalon ochdim. Bizdan siz avtokreditga, naqdga avtomobillarni olishingiz mumkin. Masalan, Gentra, Damas, Nexia 3, Cobalt hammasidan bor. Hozirda ko'pchilik hamyon bo'lib, arzonlaridan ko'p so'rashyapti. Shuning uchun sizlarga Nexia 3 ning avtomatlari arzonlaridan, Cobalt arzonlari, pachkalari, Damas'ni tayyorlari bor. Avtokreditga ham bular juda kam pul bilan chiqadi. Greta 2000 dollarlarga sizga mana bu Nexia 3 larni berib olishimiz mumkin. Manzilimiz Samarqand shahar Samkoch yo'lida, ya'ni Erkin savdodan Samkochga boraverishda o'ng qo'lda bo'ladi. Undan tashqari sizlar uchun mashina bozorda ham joy ochganmiz. Bozor kuni ham siz bemalol bizning oldimizga kelsangiz agar, sizga bozorning o'zidan ham yaxshi mashina topib beramiz. Avtokreditga, naqdga farqi yo'q. Pastda nomer qoldiraman do'stlar, telefon qilinglar. O'zimizda bor mashinalarni bolalar hisoblab berishadi. Masalan, nech pul pulingiz bor, o'shanga qarab ham sizga hisoblab beraveramiz. Xo'p, bizda bo'lmagan avtomobillarni ham sizga boshqa yerdan zo'rlarni topib avtokreditga chiqarib bera olamiz. 2011-yil metalik rangda ekan. Avtomat korobka bu. Konditsioner ham ishlab turibdi. Xarajat yo'q. Hadovoy motor amas zo'r. Diskalar 15, kraska Kraska eshiklarida bor, yonbosh 3 ta joyida. 40% chiqadimi aka? Yo'q, 20%. 20% da chiqar ekan. Birli motorda, avtomat korobkada. Propan ha, gazi. Propan gazda. Mana mashinamiz yon tomoni. Salonni ichi polik, chig'ollar bor. Mashina avtomat korobkada, monitori bor ekan. Rul almashgan. Mana orqasi. Zadniy stollarni yaxshidan taqishgan ekan. Aka nech pul ekan bu? Pul zararligi uchun aka. 4600 dollar bo'lishi, avtomat korobka. Bir so'm xarajat qilmaydi. Xudo xolasa ustaga ko'rsatadi, ma'qul bo'lsa oladi. Ustaga ko'rsatsa ma'qul bo'lsa oladi. Bir hamma joy shotga xolos. Hamma joyga Bemalol tekshirib olamiz. Motor raqamsiz qilingan. 4600 dedingizmi? 4600. 4,5 ga beramizmi? Qay o'sha 100 tushib bering. Yo'q aka, bo'lishini aytdim sizga, Bo'lish. kanalingizni ko'p kishi ko'rgani uchun. Bo'lishi 4600 dollar bo'lmasa, avtomat korobka Spark. Telefon raqamingizni bering. 99lik 99 594 594 3924. 3924. Marhamat, 2014 ga 15 ekan Gentra mexanika korobkadagi Gentralarga qiziqqanlar bo'lsa agar, tak, avtomat korobka diskadan qo'yishgan yumshoq balon bilan. Gazi bormi buni? Metan aka. Metan gazi bor. Kraska qayerda? 15% chalar chiqadi. 15% kraska. Ha, arqa bagajda bor. Aha. Balonlarni almashtiradigan bo'pti aka. Ha, balon shunisi. Aha. Orqa bagajda kiloda, где-то 15% kraska bor deyaptilar. O'zini zavodskiy zadniy stolida metan gazi bor. Mana salonni ichi marhamat. Polik, chexol, mexanika korobka, monitor taqishgan, video registratori bor ekan.
Ana orqa saloni. Motorlar yaxshimi aka? Kamchiligi yo'qmi? Motorlarga javob aka. Mana bu motor 1.5 li motorda ABS da bor. Yo'q yemaydi, xarajati yo'q. Yo'q, xarajat bor. Sal harovoy ishi bor. Rolovoy nasosda bitta ishi bor. Xarajati ходовойda, gidravlikada, Ha, rulовой nasosda. nasosida. Malonam ekanda bu. Necha pul mashina? Vikipga ham beraveramiz. V-Cube ga ham beramiz. Narxi o'zi qancha mashina? Narxini hozir 8 ham biz kelishamiz. 8000 dollar. Kelishamiz. Kelishsa qancha bo'ladi? 300 o'tib beramiz siz nomingizdan chiqsa. 7,5 ga beramizmi? Beraveramiz. Bo'ladi. Yana tushamizmi Siz yo'q? nomingizdan chiqsa. Bizning nomimizdan. Yana tushamizmi yo'q? Yo'q, endi bundan buyog'iga tusholmaymiz. Oxirimi bu? Oxiri shu. Vikipga ham beraveramiz. 7800 bo'ldimi hozir? 7700 bo'ldimi? 7700 sizni nomingizdan chiqsa 7,5. Ha, 7,5 ga beramiz, bo'lmasa. V-Cube ga qancha beraylik? 9 versin bir yildan. 9. Bo'lib beradi, ha? Boshdan qancha beradi boshdan? Boshdan necha pul puli bo'lsa bersin. Qancha bo'lsa bersin. 500 dollar. 1,5 ming bilan chiqib 1000 dollar bersak ham berasizmi V-Cube ga? 1300 bersin. 1300 dollar bersangiz gal V-Cube ga berar ekanlar. Telefon raqamingizni bering. 33lik 33 030 030 0113. 0113. 2014-yil ekan do'stlar. Mo'qri asfalt rangiga qiziqqanlar bo'lsa-ga marhamat. Motor qanaqa 1.6 li bular? Gibrid. Gibrid motorda. Konditsioner yo'q-a? Bor. Yumshoq bolalar taqilgan. Konditsionerda ekan mashinamiz. Mana gibrid lyuks konditsioner. Metan gaz. Motorlar yaxshimi aka? Xarajat bunaqa nimalar yo'qmi? 120 ming kilometr yurgan. Mana bu yerlarda bitta hamda saratchalar bor. Mana mashinamiz orqasi. Xo'p, buferda kamina kraska qilingan joy bor ekan. Hali bufer detalga kirmaydi do'stlar. Salonni ichi prostushka ekan aka mashin. Ya'ni ruchnoy o'yna ko'targichlarda. Polik, mana bu chexollari, mexanika korobka. Brus qancha yurganda? 120 tuyor. 120 ming kilometr yurgan. Metan gaz. Bu bagajnik. Bu necha pul ekan aka? 5800 ozgina o'tib beradigan joyi. 5800 dollardan arzon qilamiz. 5000 qancha 200 larga beraveramizmi? Yo'q. 5,5 minglar bo'lsa beramiz. 5300 naqdga. Bo'lmaydi. 5,5 minglar bo'lsa beramiz. 5,5. Kraskasi qayerda dedingiz aka? Kraskasi yo'q. Tozami? Hozir. 5,5 ming naqdli bo'lsaga beramiz. Nasiya unaqasi ham bormi? 1-2 oy bo'lsa bo'ladi. 1-2 oy nasiyasiga. Telefon raqamingizni bering. 94lik 94 188 188 78 78 88. 88. 2015-yil do'stlar, avtomat korobkadagi Sparkimiz. Tak, diskalar Zamaskoy turgan ekan bu yerda. Kraskasi bormi buni? Bitta orqa eshikda kraska bor. Shofyor tomondami? Passajir tomon. Passajir tomonda. Bo'ldi, qolgan joyi to'zi. Gaz qanaqa? Benzin. Benzinda. Xo'p, 1 li motor, ABS, abagrev, konditsionerlar hammasi ishlaydi. To'xtaymiz, nima qilaylik o'zi? Keyin ochamiz. Mana mashinamiz. Kraska tomonda bor ekan eshikda. Orqasi mashinamizda. Tak. Benzinda mashina. Qancha yurgan bu? Probey qancha? 79 ming halol yurgan. 79 ming. Shumka mashina, tom, eshiklar. Poli shumka bo'lgan. Xo'p, Hisob ma'lumot bitta qo'ymoq. avtomat, monitor, hammasi o'zidan. Nech pul bu? 6800 yurgan. 6800 so'rayapmizmi, berib yuboramizmi? Qayerga borib o'tib beraman. Ne ko'p o'tilmaydi. Ana 6 deysiz naqdga. Yo'q, 6,5 Bo'lmaydimi? mingga ham bermayman aka. Ha, 6,5 ga ham bermaymiz. 600 mi qancha? 700 qilib beraman. 700. 6700 dollar ekan.
Nasiya Vikip variant Naq. naqdga. Telefon raqamingizni bering. 88 deb. 88 515 515 4000. 4000. 22-yil Nexia 3 ni avtomatdan qidirganlar bo'lsa agar 22 yumshoq balon taqilgan, kraska bormi edi? Top toza. Petno ham yo'q, Yo'q. Probega 18 kilometr halol. 18 mingmi, 18 kilometr o'zimi? 18 ming. 18 ming kilometr. Moshitani o'zini yurgan deyaptilar. Xullas, kamgina mana bu yerda sarapchi joy bor. Tak, orqa zadniy stol zavodskiy o'ziniki. Mashina benzinda ekan, mana bu zapaska domkratlari. 2022-yil mashina. Tak. Ana salonni ichi. Polik, chexol, avtomat korobka. Monitori bor. Monitor pultlari bor, ha? Magical. ham bor. Motorlar yaxshimi aka? Xaddavoy motor. Mana motorchi. Motor yuvmaganmiz. Nech pul deyapsiz aka buni? 9800 kam bor naqdga. Variant Wikipedia gaplashamiz. 9800 dollar kam bor. Bu degani qancha qilib beramiz? 9000. 400 mi naqd bo'lsa qancha? 9400 kamroq qo'ysalar gaplashamiz. 100 qo'ysa berasizmi? Ha. 9,5 ga beramiz, ha? Beriladi. Nasiya Vikip variant 3000 bilan chiqar aka. 3000 bilan Vikipga ham. Ha, Wikipedia ham. Avtokreditchi. 1-2 oy kutamiz yetmaganiga. Avtokreditchi. 2700 bilan avtokreditga chiqar. Avtokreditga ham chiqadi. Telefon raqamingizni bering aka. 91lik 91 548 548 52 51. 52 51. Mokriy asfaltdan so'raganlar uchun yana bitta mokriy asfalt do'stlar 2000 nechinchi yil? 2016 16-yil. Dons motor 1.6 lik 1.6 Lux konditsioner. Lux konditsionerdan. Gazi ham bormi? Gaz metan. Metan gazda. Mana mashinamizni ko'ring. 14 lik o'zini diskalarda turibdi. Kraska petnochalar bormi aka? 3 ta petnochasi bor. 3 ta petno bor. Qayerda примерно? Orqa eshikda, kriloda, oldagi eshikda petnosi bor. Kichkina petno. Ha, mayda. Xo'p. Motor, xadovlar hammasi yaxshimi? No, motor qismi bo'lsa, 1.6 lik motorda Lux konditsioner. Metan gazda mashinamiz. Mana mashinamiz orqasida marhamat. Mokriy asfalt shunaqasidan qidirganlar bo'lsa agar. Mana gazimiz. Salonning ichini ham bitta ko'rib olaylik. 92 ming probeg. 92 ming kilometr mashina yurgan aka. Chexol polilar qilingan, polni tayyor holatda. Nech pul bu aka mashina? Buni 84 million deyapmiz, 82 millionga berib yuboramiz. 84 million narxi, 82 million bo'lsa beramiz. Narxga. Kredit qilsak-chi? Kredit qilsak ham shu pul chiqadi. Nech pul boshlang'ich bo'ladi? Kreditga. 8 million 600 kerak bo'ladi. 8 million 600 dollar bo'lsa agar kreditga beramiz. 8 million 600 ming. Ha, 8 million 600 ming so'm. Bosh to'lov yo'q chiqib ketadi. Bosh to'lov bilan. Telefon raqamingizni bering. 99 99 777 777 55 55 21. 21 777 ha boshi. Shunday 99 lik 777 Ha, 55 21. tushunadi. 2013-yil Spark. Tak, diskalar qo'yilgan ekan, Cobalt. Kraskasi bormi uni? Bor, bitta joyda. Qancha? 20%, 30% chiqadimi? 20%. Oldi ablisovka bamperlar almashgan, ha? Gazi qanaqa? Metan. Metanda. Bu mexanika 3-paysi, ha, menimcha. Konditsioner fonasiya Konditsioner hammasi bor, mexanika 3. Mana orqa zadniy stollar zavodskiy o'zidan. Diskalar Cobalt avtomatli diskasini qo'yishgan. Salonni ichi. Zavodskiy shunaqa qizil salon bo'ladi 3-paysalari. Qancha yurgan? 130 ming kilometr mashinani yurgan ekan. Bitta kapotni ko'rsak bo'ladimi? Tak, Euro motor 1.2,5 lik motor ekan. ABS bor. Metan gaz. Nech pul so'rayapsiz? Buni
5000 so'rayapman, qaytib kelishtirib beraman. 5000 so'rayapmiz, kelishamiz. 4,5 bo'lsa beramizmi? Sal qo'shsalar beramiz. 100 qo'ysak beramiz ha. 4600 dollarga beramiz ekan bu mashinani. Nasiya Vekubga ham beramizmi? Naqdmi? Yo'q, naqd. Naqdga. Telefon raqamingizni bering. 95lik 95 433 433 68 88. 68 88. 2018-yil Nexia 3 bu mexanika. Mexanika korobkasi, kraska petnosi bormi? Yo'q, top-toza. Top-toza. Yurgani? 1 krug. 1 krug bo'lgan. 100 ming kilometr yurgan. Yumshoq balon taqilgan mashinaga, kraskalari toza deyaptilar. 2018-yil. Tonirovka ruxsati bormi? Albatta. Bor, ha? Birinchi. Xo'p, polik chexol, mashina mexanika korobkada, konditsioneri bor. Mana mashina orqalari. Gazi bormi buni? Benzinda. Gaz qo'yilmagan, umuman. Bo'lmagan. Benzinda. Tak, uzun zadniy stoplardan mashinamiz. Mashina benzinda, gaz qo'yilmagan. Tonirovka bor. Mana shofyor tomon. Buni necha pul so'rayapsiz aka mashina uchun? 8000. 8000. Tushamizmi yana? Mayli o'tib beramiz haliga. 7000 qancha? 600 mi? Naqd bo'lsa. 7900. 800 qilamiz shuni. To'g'ri kelib qoladimi 7800 lar? Gaplashamiz odam. Bo'lishi mumkin, ha. Nasiya Vekub variant? Yo'q. Yo'q, naqdga. Telefon raqamingizni bering aka. 90lik 90lik 997 997 70 70 45. 45. 2024-yil Cobalt. Tak, bu mokriy asfalt rangi. Mokriy asfalt rangidan so'raganlar uchun 24000 kilometr mashinani yurgan ekan. 27 ming? 22. Ha, 22000 kilometr mashina yurgan. Propan gazda, 4-pokoleniyami? 4-pokoleniya propanda ekan. Xo'p, mana balonlarning holati zo'r. Bu zavodskoy ham hamchi, almashtirdingizmi? Almashtirilgan yangi. Yangi balon qo'yilgan. Propan gazi bor. Hozir narx-navodan so'rab olamiz, bitta mashinani ko'raylik. Mokriy asfalt rangda. Orqa zadniy stoplar o'zidan zavodskoy. Xo'p. Mana salonni ichi. Polik, chexol. Avtomat, magnitofonlar o'zidan 22400 kilometr mashina yurgan ekan. 4-pokoleniya propanda. Tabletkami orqa turgan aka? Tabletka. 1.5 motor 4-pokoleniya metan ABS'lar bor. Propanda. Kraska yo'q, ha, toza. Akrasi toza. Necha pul? 12. 12000 dollar so'rayapsiz. Kelishamizmi? Sen 2 so'm kelishamiz. 11,5 lar, 11700 mi? 11.8 lar chaqasi. 11800. Nasiya Vekub bayram? Naqd. Faqat naqdga. Tak, telefon raqamingizni bering. 100. 93 mi? 93lik. 50 kod. Ha, 50 kod. 709 709 0440. 0440 ekan. Telefon qilsa so'raysizlar. 2016-yil do'stlar, marhamat. Mexanika bu. Mexanika korobkada 15lik diskalar. Oq rangda kraskasi bormi? Krilo. Ya'ni passajir tomon kapot krilo bo'lyapti. Kapot bor. Ha. Faqat kapot krilo emas, ha? Qancha yurdi bu? 150. 150 ming kilometr mashina yurgani. Tak, mashina ikkinchi pozitsiya mexanikada. Mana mashinamiz orqasi. Zadniy stoplar o'zidan zavodskoy, balonlarning holati o'rtacha ekan. Salonni ichi. Polik, chexol, mexanika korobkada. Yurgan necha yil aka? 150 ming kilometr yurgan. Euro motorda 1.5 lik. ABS bor. Motorlarda ishlar yo'qmi? Yo'q. Kamchilik yo'q, ha? Xo'p, kapot tushirib qo'yamiz, mana mashinamiz. Necha pul so'rayapmiz aka? Bo'lishi 5000. Bo'lishimi yoki bir 5 kam berib olamizmi? Yo'q, bo'lishi. Oxirgi bo'lishi 5200 dollar ekan mashinani. Nasiya Vekub variant. Faqat naqdga. Telefon raqamingizni bering. 90lik 90 603 603 15 15. 15 2019-yil do'stlar.
Ha, подписчикlar. Avtomatmi bu? Avtomat. 2019 avtomat korobkada kraskalar bormi? Petnochasi bor. Qayerda petno? Krылоda bir anchagina. Orqa krıloda kamgina petno bor, yumshoq balon taqilgan ekan. Gazi bormi? Propan bo'tqich pakalina. Propan gazda. Mana bu salonni ichi. Polik, chexol, avtomat korobkada, magnitofonlar o'ziniki. 72 ming kilometr yurgan. Xo'p. Mana bagajnik. Motorlarda ishlar yo'qmi? Hadavoy motor yaxshi hammasi. 1.5 li motorda. Buni nech pul so'rayapmiz aka? 8,5 ming dollar so'rayapsiz. 8150 ga bermadik. Beramizmi o'shanga? Bermagansiz? Yo'qmi? Qanchaga berasiz? 8300. Oxirimi? Nasibiki bayram. Naqdga. Telefon raqamingizni bering. Avtokirta bo'ladi. Kraskasi qayerda bo'ldi dedingiz aka? Orqa krылоda bir petnochasi bor. Orqa krılda petno. 8300 naqdga beramiz ha? Avtokirtam bo'ladi. Telefon raqamingizni bering. 97lik. 97 189 189 51 11. 20-yil mexanika korobka Gentra. Tak, yumshoq balonlar bor. Diskasi nimadan qo'ygan ekanmiz ha? Avtomat diskasini qo'yilgan ekan. Kraska bormi? Kraska yo'q. Petno nimalarchi? Yo'q. Toza. Tak, 1.5 li motor. Zavодской metandan bu. 20 deysanmi? Aha, zavодской metan. Meni bitta ko'rsatib yubor, o'zim YouTube. Mana aka. Ko'ramanda. Obnachilarimiz aka. Tamom. Sog' bo'ling. Qancha yurgandi? 1 kilo yurgan. Kraska toza. Mana balonlar yumshoq turibdi. Zavодской metalligi kim qidirganda marhamat. Endi hozir narxini so'rab olamiz. Optura zabnis to'q qo'yilgan. Mana salon. Polik chexollarni yaxshidan taqishgan ekan, mexanika. Magnitofonlar o'ziniki. Na? Balonlar yangi. Nech pul ekan? Qancha? 10 ming so'rayapsiz. Qanchaga berasiz? Kelishamiz aka. 9400 mi naqdga? Oxiri 9,5. Oxiri 9,5. Nasibiki bayram Yo'q, naqdga. Telefon raqamingizni bering. 94lik aka. 94 036 036 96 96 96. 96. 2011 yil ekan Spark. Qancha yurgandi? 250 ming kilometr yurgan. Mexanika bu. Metanmi gaz aka buni? Propan. Propanda. Shtampovka diskalar turibdi. 15 lik ham. Balonlar yangisini qo'yishgan ekan. Archa balon. Mana mashinamiz orqasi. 2011 yil. Xo'p, narxi menimcha arzonroq bo'lsa kerak. Hozir so'raymiz. Salonni ichi. Ikkinchi pozitsiyada mexanika korobkada mashina. Tak. Kraskasi qayerda buni aka? Kapot bilan mana bu kiloda kraska bor ekan. Oldin ham облицовкаlar almashgan. Bitta kapotni ochib o'rang ekan. Xo'p. 1 li motor. Ikkinchi parka, ya'ni gaz, mashina ikkinchi pozitsiyada. Buni nech pul so'rayapsiz? 4700 dollar bo'lsa beramiz. Yana tushamizmi? Yo'q, oxirim. 4,5 larga beramizmi? 4,5 ga beramiz ekan. Nasiya Vikubga ham beramizmi yo naqdga faqat? Nasiya Vikubga ham beriladi. Bo'ladi. Vikubga qancha beraylik aka? Vikubga kelishamiz. 2000 bersak berasizmi Vikubga? Yo 1,5 ga ham bo'ladimi? 1,5 lar to'g'ri. 2000. 2000 lar bo'lsa Vikubga beramiz. Telefon raqamingizni bering. 95lik 95 226 226 61 75. 2019 yil Gentra 3-pozitsiya avtomat korobkada ekan. Yumshoq balon taqilgan. Kraska petno bo'lgan joyi qayerda aka bular? Tozami? Qancha yurdi? 76 ming. 76 ming kilometr mashinaning yurgan ekan. Mana bu mashina do'stlar. Keling, motorni bitta ko'rsataman.
Tak, 1.5 qo'ymaymiz aka, qayib qo'yamiz. 1.5 li motor, 4-paketli propanda. Shumka bo'lgan ekan, kapotlar. Patkinlargacha bo'lgan. Podkirliklargacha shumka, pol shumka bo'lgan. Qancha yurgandi? 76. 76 ming kilometr. Optira zadniy stop turibdi. Xo'p. Bagajnik, propan gaz, Shumka bagajan. shumka bo'lgan. Bitta nima qilaylik aka? Yopma. Mana mashinamizning orqa tomonlari. Xullas, kamchilik yo'qmi aka? Yo'q. Salonni ko'rsatdingmi? Salonni ichi, eshiklar juda og'ir, xullas eshiklar ham polni shumka bo'lgan. O'zini magnitofonlarida poliga bor, chexol o'zidan. Nech pul ekan mashina? 11 ming pul so'rayapmiz. 11.400 dollar so'rayapsiz. Sunatga o'tib beramiz. 10.700 lami. 11 mingni ko'rdi bozor. 11 ga bermadik. Yo'q. Qanchaga beramiz? O'tsa beramiz. 100 ekanda. Endi primerlarda Naqd pul bo'lsa, telefon qilsa kelishamiz. naqd pul bo'lsa kelishamiz. Xullas telefon qilib yana kelishsangiz bo'ladi. Hozir biz endi oxiri nimasini aytyapman. Telefon raqamingizni bering. 90 90 280 280 81 00. 81 00. VQB bormi? Yo'q, naqdga. Naqdga faqat. Tak, 2020-yil. Bugun chiqadi aka, bugun erta. Cobalt mexanika korobkada. Gazi bor-da buni aka. Propan gazi bor. Probeg qancha bo'lgan? 1 kuruq bo'ldi. 1 kuruq probegda. Yumshoq balon taqilgan. Kraska tozami? Kraska toza. Toza kraskada. Mana bu yerda vakuum bo'lgan joy bor ekan. Orqa zadniy stop o'zidan zavodskoy. Propan gaz. Tak, mana mashinamiz orqasi. Salonni bitta ko'ramiz, o'z narxini sizlarga aytaman do'stlar. Polik chexol mexanika korobkada. Mana mashinamiz orqasi. Tak. 102 ming kilometr mashinaning probegi ekan. Bu narx qancha ekan aka mashinada? 10 ming so'rab turibmiz. 10 ming dollar so'rayapmiz. Arzon bo'ladimi? Ay kelishtiramiz. Nima bo'lyapti? Avtoelom. Adres. 9 ming qancha bo'ladi? Kelishamiz, kelaysin. 9,5 naqd deyishsa. Ha, bir gap bo'ladi. Bo'lib qoladi, ha? Nasibiki bayram Yo'q, naqdga. Telefon raqamingizni bering. 97 97 399 399 51 50. 51 50 bo'lsa mana bu mexanika korobka. Tak, hozir men 9,5 dedim, lekin telefon qilinglar, bo'sh 9 ga ham olishingiz mumkin. Endi savdolashasiz. Yana bilmadim. 2015-yil do'stlar, marhamat, mokri asfalt rangda. Bu avtomatmi bu? Mexanika. 3-pozitsiyasi. Qancha yurgan bu? 160 ming kilometr yurgan ekan. Hop, diskalar. Zavodskiy o'zidan 3-pozitsiya diska bilan kelardi, menimcha. Kraska qayerda deysiz? Tak, shofyor tomon orqa kiloda petno bor ekan. Balonlarning holati yaxshi. Oynada yog'ilgan joyi bor ekan lekin. Petno mana bu yerda. Dehqonlardan o'zizniki bu. Salonni ichi. Polik, mana bu chexollar. Polik, chexol hammasi. Mexanika korobkada 160 ming kilometr mashina yurgani. Tak. 1.5 4-paketli metan. Motorlar yaxshimi aka? Hadovoylash yo'qmi? Yo'q. Nech pul so'rayapsiz? 7600 dollar. Arzon qilamizmi? Qarang, bozordan 7 dan. Ha, 7 ming demoqchi edim men. 7200 ga berilmadi. Beramizmi o'sha narxga? Yo'q, yo'q. Bo'lmaydimi? 300 ga beramizmi qay? 400 beramiz. 350. 400 beramiz. 400 ekan. Oxirida 7400 dollar ekan mana bu Cobaltda. Telefon raqamingizni bering. 93. 93
770 770 28 28 18. 2011 yil mexanika. Oq rangda. Probeg qancha bo'lgan? 2 kuruq. 2 kilo bo'lgan. Lyuks konditsioner. Propan gaz bor tabii. Propan gaz, nimachi aka? Kraskachi. Kraska 30% bor. Shu strashniy emas. Oldidan. Orqasida kirlosida bor. Orqa kirlo yo'q bu yerda. Xulos 30% kraska bu. Oldi reshotka, blitzovkalar almashgan, bufer almashgan. 15 lik charm xil balonlar turibdi, balonlar yangi. Mana mashinamiz orqasi. Mexanika Spark bu. Tak, mana salonni ichi. Polik, chexol o'zidan bo'lyapti zavodskoy. Mexanika korobka. Tak. Xadovolar yaxshimi aka? Xarajat yo'q. 2016. 16 değil mi? 11. Burli motorda. İkinci pozitsiya. Narxi qancha buni aka? 4600. Bo'lsa beramiz. Ham tushamizmi? 4200. 300. 300 ga bermadim. Qanchaga beramiz? 400 ga. 600 ga beramiz. Yarimga beramizmi? Oxirimi 4600? Sizdan o'ngizdan kelsa 4.5 ga beramiz. Bizdan telefon qilsangiz 4.5 ga beramiz ekan. Telefon raqamingizni bering. 93 93 230 230 70 55. 70 55.